Amakijon, bizga bitta qissa aytib bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi. Frans 3. Jonim aka, bizga yana qissa o'qib bering. Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon, bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Ssenariy muallifi Sylvain Dupasquier. Bastakor Leon Aronson. Bittasini aytdingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bailly. Mana bo'ldi. Xo'sh, bolalar, ishlari qalay? Asli so'ramang. Ertalabda bir ahvol shu. Bo'g'irchog'ini yo'qotib qo'yibdi. Shu atrofda bo'lsa kerak. O'tirmagan joyimiz qolmadi. Lekin topolmadik. Kelinglar, xonani yig'ishtirib chiqamiz. Vaqtimiz yo'q. Biz o'ynayapmiz. Ko'rdingizmi, yordam qilganlar yo'q. Unday bo'lsa bitta hikoya eshitinglar. U Arzandaning dasturmoli deb ataladi. Arzanda ota-onasi bilan birga yashardi. Uya ichidan uning ovozi tinmay eshitilib turardi. Oyi, qayoqdasiz? Men bu yerdaman, quyonchim. O'choq boshida ovqat pishiryapman. Oyijon, qayerdasiz? Bu yerdaman, quyonchim. Yotoqxonada o'rningni yig'ishtiryapman. Oyi, qayerdasiz? Oshxonadaman, quyonchim. Dasturxon yozyapman. Arzanda onasining orqasidan ergashib yurgan ekan. Lekin uyadan tashqarida u o'zini yomon his qilar ekan. Dunyoda qanday maxluqlar bo'lmaydi-ya? Shuning uchun ham Arzanda doim cho'ntagida gulli dastro'mol olib yurardi. Undan onasini isi kelib turardi. Bu dastro'molning xosiyati zo'r ekan. Shu bo'lmasa kechqurunlari Arzandaning ko'ziga uyqu kelmas ekan. Bir kuni uyaga xat kelibdi. Katta bal bo'larkan, bizni taklif etishibdi. Juda soz. Balga eng chiroyli ko'ylagimni kiyib boraman. Marjon va bilak uzuklar taqqan ona quyon juda ochilib ketibdi. Otasi gulli ko'ylak ustidan chiroyli frak kiyibdi. Biror yasanib chiroyli bo'lib ketyapsizlarki. Ha, bir vaqtlar men ham rosa raqs tushganman. Yura qolarkan. Bugun kechqurun men bilan bo'lasan. Shu kuni Arzanda buvisinikida qopdi. U buvisini yaxshi ko'rar ekan, lekin uyasi sovuq tuyulibdi. Shunda u qo'lini cho'ntagiga tiqibdi. Falokat, dasturmoli yo'q emish. Bu yerda dasturmolim yo'qolibdi, qidirib topish kerak. Ular uyani hamma yo'qni titkilab chiqishibdi. Dasturmolni topolmabdi, lekin Plita tagida oyning qaychisini, idish tovoq shkafi orqasidan pazandalik haqidagi kitobini topdik. Dadam mushtigini ham. buvisi Arzandaga top-toza dazmollangan boshqa dasturmol beribdi, lekin bu onasining isi kelib turadigan sehrli dasturmolga sira o'xshamas emish. Balki u Jimitvoyning onasidadir. Axir sen kun bo'yi kichkina Jimitvoy bilan o'ynading-ku. Dasturmolim bu yerda ham yo'q. Lekin sharfing topildi. Keyin ular olmaxonning uyiga chiqishibdi. Dasturmol topilmabdi, ammo Arzandaning qo'lqopi topilibdi. Cho'chqachalarnikidan ham Arzandaning dasturmoli topilmabdi-yu, lekin qalpog'i topilibdi.
Arzanda hijolat bo'lgan buvisi bilan uyiga qaytibdi. Shuncha narsa topdik. Sharfingni, qo'lqopingni, qalpoqchangni. Endi yotib uxla. O'zimni dasturxoni bo'lmasa uxlamayman. Birdan Arzandaning ko'zi kichkinagina ona sichqonga tushibdi. Men chiroyli fildan ro'molcha topib oldim. Undan Darides xonimning isi kelib turibdi. Bu ro'molchadan mening sichqonchalarimga chiroyli choyshab chiqardi, lekin men diyonatli sichqonman. Bu o'zingizga buyursin. Ko'p rahmat sizga xonim. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Bu quyon ona sichqonga binafsha ro'molcha sovg'a qilibdi. Men bolalaringizga quyon junidan yaxtakchalar to'qib beraman. Arzanda ro'molchasini qo'lga olishi bilan uxlab qopti. U ajoyib tush ko'ribdi. Tushida uni ham balga taklif qilishganmish. U oyisi bilan polkaga raqs tushayotganmish. Dadasi bo'lsa, buvisini taklif qilganmish. Buvisi juda xursandmish. Chunki bu bal unga yoshlik davrlarini eslatganmish. Arzanda dastro'molchasini ko'ksiga mahkam bosganicha uyqusida jilmayardi. Avakajon, siz ham yoshligingizda balga borganmisiz? Polkaga raqsga tushganmisiz? Menga ham raqs tushishni o'rgating. Sen hali kichkinasan. O'rganib olsam, qo'g'irchog'im bilan raqsga tushardim. Topdingmi qo'g'irchog'ingni? Qo'g'irchog'i? O'yinchoqlar qutisida yotgan ekan. Uni qutiga men solmaganman. Axir u qorong'ilikdan qo'rqadi-ku. Agar xonanglar sarishta bo'lganda narsalarni topish oson bo'lardi. Lekin men hech narsani yo'qotganim yo'q. Men bo'lsam o'yinchoqlarim qidirgan soatim topaman. Bo'lmasam-chi, bu qulaydi. Deraza oldiga borish uchun o'yinchoqlarni bosib o'tish kerak. Ehtiyot bo'ling. Tag'in bosib olmay? Hamma yo'lni chang bosib ketibdi. Ha, uyni yig'ishtirishimiz kerak. Xonamiz omborga o'xshaydi. Yo'q, men bunga ishonmayman. Eng qadimgi qunduzlarning makoniga o'xshaydi. Bo'ldi bas. Uni uyni tartibga keltiramiz. Yaxshi, lekin ungacha bizga bitta qissa aytib bering. Oq momoq. Yo'q, xohlamayman, sen bilan o'ynashdan qo'rqaman. Lekin itni u bilan o'ynashgisi kelib akkillardi. Shu payt qafas ag'darilib, eshikchasi ochilib ketibdi. Hozir meni tutib oladi. Qayoqqa qochaman? Ay. U lip etib panjara orasidan o'tib ketibdi. It panjara orasidan o'tolmay qolaveribdi. Oq momoq bo'lsa, dik-dik sakraganicha qorga burkangan daladan chopib ketibdi. Ay, it kelmayaptimi? Ha, inson yo'q. Voy, dunyo shunaqa kattami? Men xohlagan tomonimga chopqilib ketaversam bo'ladimi? Xohlaganimga-ya. Voy, biram charchab ketdimki. Ozgina dam olib olay. Shu payt unga yovvoyi quyon ro'para kelibdi. Iya, oppoq quyonmi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Salom, chacha, oq quyoncha. Yaxshimisiz, qo'ng'ir quyon? Meni otim Oq momoq. Sal qornim och. Sizda kichkinagina non ushog'i topilmaydimi? Non ushog'i? G'alati-ku. Meni ismim Qo'ng'ir, yovvoyi qo'ng'ir. Qorningiz ochdimi? Yuring. Ana u yerda bir bosh karam bor. Birga bahab ko'ramiz. Shirinlar qisirlashini qarang. Meni panjalarim muzlab ketdi. Sal sovuq qotgandayman. Sizda quruq poxol topilmaydimi? Quruq poxol? Alomat fikr. Siz sovuq yegansiz. Hamma yog'i shalab bor. Meni u ham shu yaqin orada. Ya, nima degani u? Meni uyim. U yer issiq. Ular yo'lga tushibdi. Oq momoq do'stiga ergashibdi. Falokat oyoq ostida deb shuni aytsalar kerak. Ularni tulki payqab qopti. Ehtiyot bo'ling. Bu tulki, u bizni yeb qo'yishi mumkin. Tezroq qochaylik u yerga. Yana chopamizmi? Boshqa yugura olmayman, nahotki o'lsam. Oq momoq g'ujanay bo'lib, qo'rqqanidan ko'zini chirt yumibdi. Tulki qo'ng'ir quyonning orqasidan quvibdi.
Qo'ng'ir bir sakrab uyasiga kirib olibdi. Yana omadim kelmadi. Tulki hafsala sipir bo'lib orqasiga qaytibdi. U qorga qapishib olgan mushtakini oppoq ko'ptokchani, ya'ni oq momoqni ko'rmabdi. Momoqqa nima bo'ldi ekan? Nega kelmadi ekan? Yo tulkiga yem bo'ldimmi? Qo'ng'ir xafa bo'lib qor kechib borar ekan, tinmay oq momoqni chaqirardi. Shunda birdan oyog'i issiqqina qor uyumiga tegib ketsa bo'ladimi? Quyonjon, siz meni bosib oldingiz. Voy, oq momoq sizmisiz? Tulki ham sizni bir to'p qor deb o'ylabdi-da, a? U ketdimi? Voy, qo'rqqanimdan daq-daq qaltirayapman. Yuring tezroq menikiga. Siz bilan boraman, yovvoyi qo'ng'ir. Endi hech ham sizdan ajralmayman. Sovuqda quyonlar uyalardan tashqariga chiqishmaydi. Nihoyat iliq kunlar ham yetib ketdi. Agar qo'ng'ir qilt etmay tursa, deyarli ko'zga tashlanmaydi. Lekin oq momoqchi, u qayoqda qoldi? Qayerga berkinib oldi ekan? Men bu yoqda uya ichidaman. Meni shirin jujuqlarim bor. Bittasi menga, bittasi qo'ng'irga, yana bittasi men bilan unga, yana bittasi u bilan menga o'xshashadi. Demak, oq momoq uyada yashab qolibdi-da. O'sha uya endi uning uyi. Endi u sirab qafasga qaytgimiz kerak. Ha, turgan gap. Agar oq momoq o'z qafasidan qochmaganda, qo'ng'ir quyosh bilan uchrashmoqda. Rejissyor yordamchisi Mahkam Sultonov. Ovoz rejissyori Anna Sharova. Video muhandis Mustafo Seydumer. Tarjimon Qodir Mirmuhamedov. Muharrir Komil Tursunboyev.